Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya, qizil yomg'ir chuvalchanga biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. 5 gektardan video olyapmiz. Mana 5 gektarda o'sha aytganimizda kam ta'minlangan daftarda borlardi. Ro'yxatlari qilingan, o'sha ro'yxatlar bo'yicha chuvalchanglarni egalariga berish uchun korobkalar mana joylashtiryapti. Mana ichkariga mashinaga joylashgan. Chuvalchang urib bo'lgan, panji urgan chuvalchangda tayyorlab bo'lgan. Mana bu reaktorlardan egalariga berish uchun mana korobkalar qanday tayyorlangan. Skotch mana o'sha kim video qilib ko'rsatib o'tdim. Ko'rganlar, tagi 2 qavat, yonboshi 1 qavat bo'ladi. Mana chuvalchanglarni olib, tayyorlab, to'g'irlab bo'lgan. Mana qanday Bilasizlarmi, olib bo'lgan buni ichidan chuvalchanglar olib, tayyorlab, yuk turib, tayyorlab bo'lgan. Xudo xolasa ertaga qisiriq bandixonda yuk tarqatiladi. Akalar, opalar, duo qilib turingizlar, faqat biz yaxshilik uchun harakat qilyapmiz. Bagajni oching-da. Mana yana korobka. Yana erta ham yuk uriladi. Xudo xolasa bugun Muzrabotda bandixon, qisiriq, Muzrabot korporativ ochildi. Egalariga yuklarni beradigan holatdamiz, xudo xolasa. Duo qilasizlar. Kech bo'lmasdan kelay dedim, harakat qilib korporativ ochib mana yetib keldim. Rahmat ammalaringizga. Qo'llab-quvvatlaymiz. Kimgadir chuvalchang kerak bo'lsa, shu biznesni qilib, xuddi mana shunday 5 milliardlik obyektlar qurib, qo'sha mashinalar olib ishlayman desa, komandamizga qo'shiling. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya, qizil yomg'ir chuvalchang biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Sog' bo'lamiz.